Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Gentra mashinasi 2014-yil 200 ming kilometr masofani bosib o'tgan 3-peysa avtomat korobkasi bo'ladi akalar. Boshidan bitta kraskasini aytib o'tay. Narigi tomon orqa eshikda Moldindan pastda shundoq kraskasi bor ekan, ichlarga o'tmagan. Qolgan joylar top-toza, to'rtta yangi yumshoq bolalar qo'lga qimmat letlargacha ham qo'yib qo'yishdi. Polностью shumkalar qilingan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham zo'r, akkuratli holat turibdi. O'zingiz uchun bitta cheska qildirib olasizlar. Xo'p, 200 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Keyin o'rtadan yaxshi magnitofon kanallargacha ham qo'yilgan. Temir gaz ballonli uстановка qilingan, video registratorlargacha ham bor. Motor korobka haydov qismlarida hech qanaqa muammolar yo'q. O'zingiz uchun bir qator tekshirtirib, prerka qildirib olasizlar. Narxini olib kelasizlar, olib maza qilib mashina uchun. Akamiz bilan tortishib $7,900 baholandi. $7,900 2014-yil 3-peysa avtomat korobka Gentra mashinasi. Mejgar putlargacha ham uстановка qilib qo'yishdi. Egalar nomerini Telegram kanalida qoldiramiz, telefon qilib xarid qilishingiz mumkin akalar.